Bir kelin Oyjon nimagadir o'ng tomonim og'rib ketyapti debdi qaynonasiga. Buni hammasi kam harakatlikdan, ko'proq harakat qiling, ko'proq ishlang, turing mollarga qarang debdi qaynona. Oradan vaqtlar o'tibdi, oradan kunlar o'tibdi. Boyagi kelin Oyjon nimagadir boshim aylanib ketyapti. Juda ham holsizman, shifokorga uchrashsakmikan debdi yana qaynonasiga. Qaynonasi ustidan kulib, kelin juda ham noziksizda, sizdaylik paytimda kasal bo'lish nimaligini bilmasdim. Boring, xamir qilib, non qiling debdi. Oradan yana kunlar o'tibdi, oradan yana vaqtlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Boyagi kelin juda ham qattiq betob bo'lib qoldi. Majbur u kelinni doktorga olib borishga qaror qildi, doktorga olib boribdi. Analiz javoblariga qarashsa, boyagi kelin jigar sirroziga chalingan ekan. Kasallik avjod, kelin nogiron bo'lib qoldi.